Xo'p, Excel'ni yuklaganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz bizlar o'sha yechishni programmasi deydi, o'sha instrumentini o'rnatib olishimiz kerak. Buning uchun fayl menyusiga kiramiz. Boshqa kompyuterlarda bu o'rnatilmagan bo'lishi mumkin, endi o'rnatilgan turibdi. Tak, parametri bor. Birovlarda parametri Excel bo'lishi mumkin yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Parametriga kiramiz. Hammasida bir xil oyna chiqadi. Versiyaga qarab, bu 16 bor, 19 bor, 13 bor, har xil kompyuterda har xil o'rnatilgan. Demak, Nadstroyki degan joyi bor, mana shu yerda topamiz. Nadstroyki. Nadstroykiga o'tamiz. Mana bu yerda pastida upravlение Nadstroykida перейти tugmasini bosamiz. Mana shu yerda поиск решения degan joyi bor. Ana shunga птичка qo'yamiz, bo'sh turgan bo'ladi. Птичка qo'yib OK tugmasini bosamiz. Bu birinchi qiladigan ishimiz. Shundan keyin данныйda tekshirib ko'ramiz. Данныйda bizlarda поиск решения degan tugma chiqishi kerak. Mana поиск решения tugmasi chiqdi. Undan keyingi ishimiz bizlar kiritamiz. Hozir menga nimani beraylar, nimalar bor edi modelda. Xo'p, mana bu turibdi. Demak, modelimizda 19 midi? Birinchi qiladigan ishimiz 3 ta o'zgaruvchimiz bor ekan, shu o'zgaruvchilarni kiritib olamiz. Demak, x1 keyin bizlarda mana bu narsa bo'lishi kerak. Katta yoki teng bo'lishi mumkin. Kichik yoki teng bo'lishi mumkin. Shu narsani shunchaki men nimaga qo'yib qo'yapman, bu eslatma uchun. O'ng tomonni yozib qo'yaman, tushunarli bo'lishi uchun. O'ng tomondagi ozod sonlar bo'ladi. O'ng tomon. Ana endi cheklashlarimiz bitta bo'sh qator tashlaymiz. Bo'sh qatorimiz qolishi kerak. Cheklashlarimiz nimalar bor? Nechta? 1, 2, 3 ta. Mana bu x1 0 katta, x2 katta 0 bu doimiy nima qiladigani, bu programmani o'ziga qo'ysak bo'ladi, birdaniga o'zi oladi. Demak, 3 ta qo'yamiz. 1, 2, 3. Va shundan keyin f funksiyani qo'yamiz. Nimaga yechyapmiz? Maksimumgami? Maksimumni yozib qo'yamiz. Demak, maksimumga yetganimizni bildiradi. Va mana bu yerdan biz koeffitsiyentlar qo'yib chiqamiz. Demak, birinchisi -4, 1, 3. -4, 1, 3. Tak, keyingisi 2, 3, 2. 2, 3, 2. Tak, keyingisi 3, 5, 4. 3, 5, 4. Mana bu yerdan endi tengsizliklar qo'yib chiqamiz. Qanaqa? Birinchisi kichik yoki teng, ikkitasi kichik yoki teng, bittasi katta yoki teng ekan. Demak, kichik yoki teng, kichik yoki teng. Bunisini simvol yo'q, shuning uchun men orqasidan teng qo'yib qo'yapman. O'ng tomonimiz nimalardan iborat? O'ng tomonimiz 30, 46, 42. 30, 46, 42 qo'yib chiqdik. Xo'p. Endi mana buni 1, 4, 3. Ko'ryapsizlar-a? 1, 4, 3. Maqsad funksiyasi z maksimumni keyin koeffitsiyentlar birinchi, ikkinchi, uchinchi nimada o'zgaruvchida 1, 4, 3 turibdi. O'shani qo'yamiz. Xo'p, endi bizlarga nima bo'lishi uchun chiroyli qilib bitta jadvalga olamiz. Belgilaymizdan glavniyda, mana glavniyga o'tganimizda mana bu yerda jadvalni chegaralarini belgilaydigan joyi bor. Segranetsiyani tanlasak, hammasi chegarasi bo'ladi. Chiroyli bo'lish uchun markazdan qilib qo'yamiz hammasini. Demak, e'tibor beraman, mana bu yerda bo'sh katab qoldi. Men shuni sal boshqacharoq rangga bo'yab qo'yaman. Tak, aytaylik, mana ko'k tursin. Mana bu yerda ham bitta bo'sh katab qoldi. Demak, buni ham men sal boshqacharoq rangga chizib qo'yaman. Bu nimalar qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz mana bu yerda kirilchada summa производной deb yozamizda, keyin nimani ko'rsatamiz. Demak, mana bu yerdan yozamiz teng kirilchada sum производной ruscha. Sum mana производной o'zi yozuv chiqadi, ustiga 2 marta bossak yozuvni oladi. Mana bo'sh katakni ko'rsatamiz. Bo'sh katakni. Qaranglar, bu o'sha e'tibor beringlar, diapazonda o'rtada B2 dan D2 gacha deyapti, 2 nuqta olyapti. Endi nuqtali virgul qo'yishimiz kerak. Nuqtali virgul qo'yamiz diapazonni ajratish uchun. Ikkinchi diapazonni kiritamiz. Demak, to'g'risidagi diapazonda.
Enterni bosamiz, qabul qiladi, 0 bo'lyapti. Faqat endi bizlar hammasiga shu narsani qaytadan qo'yib chiqishimiz kerak. Qaytadan qo'yishdan oson yo'li bizlar dollar belgisidan foydalansak bo'ladi. Dollar fiksirlaydi. Demak, dollar belgisini qo'yamiz. O'sha birinchi diapazonimizni harfini oldidan, sonini oldidan dollar belgisini qo'yamiz. Keyin bizlar har safar qaytadan formula yozishimiz shart emas bo'lib qoladi. Demak, dollarni qo'ydik. Hammasiga tatbiq qilamiz. Tatbiq qilish uchun burchagiga kelsak, mana qora krischa bo'ladi. Qora krischa bo'lgandan keyin chap tugma bilan ushlab tortamiz. Bu maqsad funksiyasiga taalluqli. Endi maqsad funksiyasini rangini sal boshqacha sariq qilib qo'yamiz. Bu yerda o'sha nima chiqish kerak? Natija chiqish kerak. Bo'ldi, biz qiladigan amallarimizni qilib bo'ldik. Endi keyingi o'sha sozlash, ya'ni cheklashlarda va maqsad funksiyasini programmaga ko'rsatish qoldi. Данныйga kiramiz. Данныйga kirganimizdan keyin poisk решениeni bosamiz. Bizlarga mana bu poisk решение oynasi chiqadi. Oyna chiqqanda birinchi ko'rsatadigan narsamiz bu maqsad funksiyasining yacheykasi. Demak, quloqchasini bosib turib yacheykani ko'rsatamiz. Yana bosganimizdan keyin oyna to'liq ochiladi. Undan keyin bizlar yechimimiz maksimumgami, minimumga? Значение ham bo'lishi mumkin, qiymatga, birorta qiymatga shunga qarab turib optimallashtirishimiz mumkin. Demak, bizlar maksimum turibdi, maksimumda qoldiramiz. Endi mana bu изменённый ячейка degani bor, 3-qatorda. Изменённый ячейкani quloqchasini bosamizdagi mana bu ko'k fonda qoldirgan bo'sh qatorimizni kiritamiz. O'zgaruvchilarning tagidagi faqat. Enterni bosamiz. Mana bu yer bo'sh turibdi. Demak, bu yerga bizlar cheklashlarni kiritishimiz kerak. Cheklashlarni qanday kiritamiz? Cheklashlarni kiritish uchun добавить tugmasini bosamiz. Birinchi, demak, chap tomonda mana 0 turibdi, boyagi hisoblaganimizda 0 chiqdi. Ana shuni ko'rsatamiz. O'ng tomonda mana tengsizlikni tanlaymiz, o'zi to'g'ri turibdi ekan. O'ng tomoniga endi mana bu o'ng tomonga yacheykaga o'tib turib, o'ng tomondagi qiymatini ko'rsatamiz. Yacheykani ko'rsatamiz, qiymatini yozmaymiz, yacheykani ko'rsatamiz. Demak, bittasini kiritdik, keyingisini kiritish uchun добавить qilamiz. Agar OK deb bossak bo'ldi, bittani kiritib chiqib ketib qoladi. Keyin yana qaytadan oynadan kelishimiz kerak. Demak, добавить bosamiz, ikkinchisini xuddi shunday ko'rsatamiz. Demak, tengsizlik to'g'ri turibdi, o'ng tomonni ko'rsatamiz, yana добавить bosamiz, tengsizlik endi almashtiramiz chap tomonga o'ng tomonda mana bu yacheykani ko'rsatamiz. Uchtasini ham kiritib bo'ldik. Umumiy olganda 4 ta bo'lishi mumkin, 2 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Hammasini kiritib bo'lganimizdan keyin OK tugmasini bosamiz. OK tugmasini bosdik, oxirgi ishimiz qoldi. Mana bu yerdan endi bizlar simplex metod deganini tanlashimiz kerak mana. Simplex metodda ishladigan. Shundan keyin найти решение tugmasini bossak bo'ldi. Bizlarga yechimni topib beradi. OK. Mana bu bizlarning yechimimiz bo'lyapti.